Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilar, bugun bitta pechkamiz o'rnatilgan obyektga keldik. Pechkamiz o'rnab uстановка bo'lib ancha foydalanilgan. Mana o'tin ham yoqishgan, gaz ham yoqib ko'rishgan. Effekt 100% zo'r bo'ldi deb o'zlari egalaridan o'zidan aytilgan gap. Pechkamiz absolutni yangi materialda bo'lgan, faqat kraska bo'lmagan, keyin uстановkadan keyin bu yerda remont ishlari bo'ldi, yana shuni hisobiga ancha changlar, qanaqadir loylar tekkan, shuni hisobiga vidi sal xunukroq ko'rinyapti. Xo'p, bu pechkani orqa tomonidagi zigzaglari razmeri o'zgartirilishi kerak bo'lgan, razmeri o'zgartirildi. Endi boshqatdan solinyapti, sabab zigzagni mana mo'riniga o'rnlari to'g'ri kelmay qolgan. Bularda tayyor mo'ri bo'lgan. Shunga to'g'ri kelmay qolgan, zigzaglar qisqartirildi. Ungacha oddiy chig'anoq bilan foydalanib turishgan bo'lgan.